Kaçta aldınız bunu? Neç pul bo'ldi? 7 milyon 800 ming. Yosh 2 yaşardan o'tganmi tog'a buni? 2 yaşar bo'ldi. 2 yaşar bo'libdi, xudo xolasa. 7 milyon 800 ming, xudo xolasa. Baraka bo'libdi. Bolada davzga ishonsa. Bu boladan bitta qo'chqor oladi. Bilaman. Bu chiqish chaqar ekan. Mana buni nima bo'lyapti? Bunda olayni 4 million 700 ga sizga. 4,5 beradi. Aka, Yo'q, 4,5 beradi. Olaring meni gapimni. Bir haftasini demasa ichmasa. 100 ming bilan qimmatlashib qolsa qolayarada qo'y. Qaysiga bo'lyapti savdo aka? Ashada bo'sh. O kattagami? Olaring 4,5. Akalar xudo xolasa mashg'ulotimizga savdo bo'lyapti ekan. Akalar xudo xolasa. Ko'rdim, shuncha men savdolashib tortishib. 4 million 700 ga o'ylay, bo'yla aka. 4,5 berib ko'ring, qolgan tabiya. Men ham eskiga bormadim. Hop, birisi ekan. Mana to'dimmi? Rahmat, tinchini sol. Qo'ying bor ekan, kelib gaplashamiz. Rahmat. Neç pulga bo'ldi? 4 million 500 ming. 4,5 millionga. Akalar xudo xolasa mashg'ulimiz. 4,5 millionga. Ayo. Savdosi bo'ldi, baraka bo'ldi. Bozorda. So'ragan odamga qo'y sotamiz inshaalloh. Hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum Mahmud Uz kanalining obunachilari, ashaddiy chorvash qibollari, akalar, ukalar, hammaga xayrli tong. Payshanba tongi hammamizga xayrli barakotli bo'lsin. Aytib o'tirgandek, payshanba kuni 2026-yil 6-avgust sanasiga Andijon viloyati Asaka shahridagi O'zbekiston chorva bozoriga xudo xolasa inshaalloh videolarimizni manfaatli qilib tayyorlash uchun shu yerga tashrif buyurganmiz. Akalar, har doimgidek Alloh qodir qilgancha ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz. An'anaga sodiq qolgan holda videolarimiz bozordagi to'rt oyog'ida, tuyog'ida turgan hayvonlarning barcha ma'lumotlarini qo'ldan kelgancha yetkazyapmiz akalar. Yosh ko'chat nonvoslar, boqma buqalar, qo'ylar, sigirlar, xunojinlar, bo'g'ozlarini xudo xolasa inshaalloh ma'lumotlarni Mahmud Uz kanalidan bemalol videoni yonboshida kuzataverasiz. Birinchi qismiga Alloh qodir qilgancha qo'ylarimizning ma'lumotlarini berishda niyat qildik. Akalar, mehnatimizni layklar bilan bitta bosib, kanalga obuna bo'lmasdan kuzatayotgan akalarimiz kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Chunki manfaatli videolar, foydali videolar, siz qidirgan hayvonlarning ma'lumotlari Mahmud Uz kanalida. Akalar, birinchi ma'lumotlarimizni qo'ylarning ma'lumotlarini berishdan boshlavordik akalar. Duo qilib turasizlar aka. Akalar, achiq qo'ylikda ko'ringlarchi. Shunaqasidan boshlavordik, chiroyli ekan inshaalloh. Qo'ylarni chiroylarini, sotigalardan ma'lumot olamiz. Aka, hormanglar, charchamayapsanmi? Bozor narx berdim bunga. Bozor narx berdimi? 23. 2 oyga 23 ha, xudo xolasa. Akalar, 23 million bozori bo'pti. Nech pul aytyapsiz bunga aka o'zi? 28 million. Xayri kami ham bor aka. Ozgina kami ham bo'ladimi? Yeb ichishlari yaxshi. Nechta tishi bor buni? 4 tadan ha. 2 oy ham xudo xolasa 4 ta tishi bor ekan. Qo'chqorlar o'ta go'zal holatda, kilolari. Bunisi aka 100 tepasida kilosi xudo xolasa. Bunisi 120. Baland 120 tepasida. 150 ga yaqin deysizmi? Akalar, kilolar 150 ga yaqin ekan. Bunisi 100 plus ekan inshaalloh. Aka, bunga qiziqqanlarga telefon nomerini beraveramizmi? 88 350 44 nomerlarga aloqaga chiqib, akamiz o'zidan qolgan ma'lumotlar olinaveradi. Xudo xolasa onlayn savdolar bor. Aka, dastlabkasi chiqqanmi buni? Kelishib qolinsa dastlabkilari chiqaradi Andijonga vodiyga. Aka, bozoringizni bersin. Keyingi ma'lumotlarga o'tamiz endi. Qarang. Chiroylardan ma'lumot olaylik. Mahmud Uz aka. Chiroylarini
Boshqa sizdan bular hammasi? Nechtasi? 7 tami? 10 ta. Anavi tarafda ham 3 dona bor. Yeb ichishi xudo xolasa yaxshimi bularni? Bir haftasini o'radi. Nech platyapsiz narxlarni bulardi? Hammasiga bir xil narx chiqaradi. Akalar 10 milliondan xayri kami bor deyilyapti. Yoshlari 2 yasharga borganmi? 2 yasharga borgan, qo'ylar. Boshlig'i, qiziqqanlarga telefon qilamiz degan nomerlar beriladi bularga. Ha, nomerini berib qo'y. Aytavering aka. 99lik. 399 96 22 nomerlarga aloqaga chiqib akamizdan qolgan ma'lumotlari olinaveradi. Onlayn savdolari bor. Aka, dastlabkasi chiqqanmi buni? Chep, dastlabkasi chiqqanmi buni? Agar telefon qilishsa, kelishsa, kelib olib ketaveradi, xudo xolasa. Akalar aytilgan nomerlarga bemalol aloqaga chiqilaverar ekan. Ma'lumotlar olinaveradi. Dastlabkilarga imkonlar yo'q ekan. Qiziqqanga kelib bemalol olib ketish imkonlari bor ekan. Aka, bozoringlarni bersin. Xo'p, akalar ma'lumotlarni berish davom etamiz. Chiroyli chiroylarni. Lekin men ham hozir To'ttam aka, bozor narx berdim bularga. Nechta berishdi? 8 dan berishdi. Yeb bitsa yaxshimi? Bir haftasini o'radi, unda xolasa. Nech pul aytyapsiz bularni? Mo'chovi 10 milliondan, ha? Buchi? 1000. Akalar dollarli ekan, bunisi 1000 dollar deb baho aytishyapti. Mo'choviga 10 milliondan xayri kami bor deyishyapti. Qiziqqanga nomer beraveramizmi bularga? Aytavering. 20lik 3 66 86 nomerlarga aloqaga chiqib, ukamiz o'zidan qolgan ma'lumotlar olinaveradi. Onlayn savdolari bor. Dastlabkasi chiqqan buni. Qayergacha? O'zbekiston bo'ylab chiqar ekanlar. O'zbekistonning 12 ta viloyatiga yetkazib beramiz, deyapti. Aka, bozoringizni bersin. Charchamanglar. Ana bozoru, mana bozor. Akalar, bo'lmasa soliq so'ragan akalarimizga soliqlarni ham chiqarishga harakat qilamiz video davomida. Hozircha yo'llarimizdan qo'chqorlar chiqyapti akalar. Bular ham yosh qo'chqorlar. Soni nechta aka buni? 12 ta. Yoshlari 1 yashardan o'tganmi? 7 oylik, 8 oylik. Nech pul aytyapsiz bular narxini? 5,5 hammasiga bir xil narx aytilyaptimi shunda? Kichikroq 5 milliondan 5,5 millionga 500 ming plyus minus, ha? Yeb itishlari chiroyli bularni bir hafta o'nkasini olaveradi, ha? Qiziqqanlarga nomer aytaveramizmi bularga? 93lik 788 20 30 20 30 mi? Ha, 20 32 ekan akalar. Xudo xolasa aytilgan nomerlarga aloqaga chiqib qolgan ma'lumotlar ukamiz o'zidan olinaveradi. Onlayn savdolari bor. Dastlabkilari-chi chiqqanmi buni? Qayergacha chiqaradi? Andijon bo'ylab, vodiyga kelishilgan holda. Bemalol xudo xolasa akalar Andijonga chiqarar ekan dastlabkilari, vodiyga kelishilgan holda yetkazib berilaverar ekan. Bozorlarni bersin, charchamanglar. Xo'p. Akalar, xudo xolasa aralashdan so'ragan akalarimizga qo'shqonlar ham bor orasida. Sog'lar ham bor. Bo'g'ozligi gumonlari ham bor, xudo xolasa. Yeb ishlari yaxshimi bularni? Bir hafta garantiyasi bor, ha? Ona sariqlar qo'shqor kishilarni. 3 ta qo'shqor. Va 2 ta qora ham qo'shqor ekan, ha? Ash kichkina qo'shqorlarga nechta aytyapsiz narxini? 5 alasi bir joy yo'qsa, 4 million 200 mingdan vodiy bo'ladi dastlabki mutlaqo pul yetkazib beramiz. 5 alasi bir joyga 4 million 200 dan butun vodiy bo'ylab dastlabkasi muammo emas, 5 platin chiqaradi. Tanlab olishga 4,5 dan, ha? Kichkina 3,5 million. Mo kichkinasi 3,5 million. 3,5 millionga ketaveradi. Mana soliqlari-chi bularni gumon bo'g'oz deyapsizmi?
Aka men ana bo'g'oz olaman. Ana bo'g'oz deyishdi, ha? Lekin men sotyapti turali, ijarachilik olmasligi uchun gumonga beryapman. Gumonga berilaveradi. Gumoni qancha endi bulardi? Aka 6,5 milliondan beramiz. 6,5 milliondan hammasi 5 oyga bir xildan aytilyapti o'zingni. 6,5 million xayr kami ham bor, ha? Gumonni bo'g'ozligini qancha necha oylik? 1 oy, 2 oylik? 1-2 oylik. 1-2 oylik, ha? 2 oy. Akalar gumon bo'lib chekaliga qo'y, mana shu yerim solib. gumon bo'lib gumon emas, gumon aniqqa to'shniga bo'g'ozga olingan akamiz, ukamiz gumonga beraveramiz deyapti. 2 oylik, 2 oylik qilib 6,5 milliondan xayr kami bor deyapti. Qiziq qalay nomer beramizmi bunga? 77lik. 036 0110 nomerlarga aloqaga chiqib, ukamiz o'zidan qolgan ma'lumotlar olinaveradi. Onlayn savdolar bor. Dastlabkasi butun vodiy bo'ylab muammo emas, ha? Qashqadaryo, Samarqandlarga ham bor, kelishilgan. Kelishilgan holda butun O'zbekiston ikkita viloyatga chiqaveradi. Bozoringizni bersin uka, charchamanglar. Xo'p, keyingi ma'lumotlarga o'tamiz. Sog'lari bormi ichida? 3 tasi qo'chqar, qolgan sog'lig'imi? Sog'lig'i bor. Ikkita sog'lig'i bor. Bo'g'ozmi? Bo'g'ozligi anig'i necha oylik? 2 oylikdan o'tdi. Necha pul aytyapti narxlarini? Bo'g'ozlarga 6dan kami bor deyapti. Bo'g'ozlari 6dan kami bor. Nechta bo'g'oz? 2tami? Ishda 10 tashqarida ham ishda bor. Tashqarida ham bor. Yaqinroqlar. Ular yaqinroq, 4 oy 5 oylikmi ular? 3,5 oy yashagan. Qaysi biri? Qorasi. Mana qora, ikkinchisi tengimi? Akalar mana shu qora. 3,5 oy, 4 oyga yaqinlashib qolibdi. Uning uchun narxi ham mana shunaqami? 6 million xayr ekan bor. Shunday qo'chqorlarimiz-chi? Qo'chqorlariga beraveradi. 5 milliondan. 5 milliondan xayr ekan bor. Yeb ichishi xudo xolasa zo'r bularni. Bir haftasi nima bo'ladi? Qiziqqanga nima beraveramizmi bularga? 90lik. 90lik. 762 762 83 00 nomerlarga aloqaga chiqib, ukamiz o'zidan qolgan ma'lumotlarni olinaveradi. Onlayn savdolari bor. Dastlabkasi chiqaveramiz buni. Qayergacha? Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab xudo xolasa akalar dastlabkasi chiqaverar ekan. Bozorlarni bersin. Akalar keyingi variantlarni ham aralash variantlardan topdik, xudo xolasa. Qo'zlari ham bor, sog'lig'i, qo'chqori hammasi aralash. Anaqa yemib turganlari ham bor, akalar. Emishdi qarang buni. Aka, nechta sog'lig'imiz bor? Mana kattalar sog'lig'i. Orasida bo'g'ozlari bormi yo'qmi? Bo'g'ozi yo'q, ha? Yoshlari 2 yashardan o'tgan bo'lardi? 5 yashar. 5 yashar, ha? Nech qilyapti sog'lig'i narxini aka? 4,5 milliondan xayr kami ham bor, ha? Qo'chqorlarchi qo'chqormi qo'zilardi? Qo'chqor qo'zilar 3,5 milliondan xayr kami bor. Soni nechta aka buni ko'pmi, ha? 30 tacha bor ekan aka. Ya'ni uyda ham bormi aka, borishmi hozircha? Uyda ham bor ekan akalar. Yeb ichsa bir haftasini o'radimi? Bo'laveradi. Aka, qiziqarli nomer beramizmi bularga? Aytoring. 87lik. 87lik. 465 1995, ha? 0995 nomerlarga aloqaga chiqib, akamizdan qolgan ma'lumotlari olinaveradi. Onlayn savdolari bor. Aka, dastlabkasi chiqqan bo'lardi? Ha, boshqalar bor, dastlabki beraman. Vodiyga chiqaveradi, xudo xolasa aka. Akalar vodiy bo'ylab dastlabkilari bor ekan, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Aka, bozorlarni bersin. Xo'p, keyingi ma'lumotlarga o'tamiz akalar. Akalar mana xirmonni yeb qoldik qo'ylardi. Aka, bu hammasi qo'chqorim bo'ladi? Nech bilan boshlanyapti narx buni? 3,5 milliondan 5,5 milliongacha xohlagan razmerlaringizda o'z qo'ylarimiz bor ekan. Yeb ichsa aka bir haftasini o'rada. Qiziqqanga nomer ham aytaveramiz aka bularga? 95lik. 718 52 52 nomerlarga aloqaga chiqib, akamiz o'zidan qolgan ma'lumotlar olinaveradi. Onlayn savdolari bor. Dastlabki astaga chiqqan buni? Asfalt tugab qo'ygan joygacha, xudosi oxirgi stalbagacha O'zbekistonning uyi bo'lsa, tomi bo'lsa bo'lib chiqaverar ekan. Aka, bozorlarni bersin. Naglaslardanmi aka? Bular sog'liqmi? Sog'liqlarni ham ko'rsatib qo'yamiz aka. Akalar, sog'lari ham bor ekan mana mana. Sog'liq chiqaring, sog'liq olmayapsiz ekan akalarimizga. Sog'liq qo'yiladi variantlar aka. Hammasi sog'liq, katta kichik variantlar nech bilan boshlanyapti aka?
8 milyongacha. 3 milliondan 8 milliongacha o'rtoqsiz qo'ylarimiz bor ekan. Bo'g'ozlari bormi orasida yo'qmi? Yo'q, bo'g'ozlari yo'q. Bo'g'ozlari yo'q ha. Yoshlari qo'zidan boshlab 2 yoshlardan o'tganlari bor ekan. 3 yoshlargacha ekan akalar. Bunga ham mana shu nomerlar o'zgarmaydi aka. Nomerlar o'zgarmaydi akalar, aytilgan nomerlar bilan aloqaga chiqiladi. Akamiz o'zidan qolgan ma'lumotlar olinadi. Aka bozorlarni bersin. Xo'p. Akalar keyingi ma'lumotlarga ular nima ekan degani? Ha. Qo'chqorlar. Aka hammasi qo'chqorin bo'lardi. Akalar hammasi qo'chqor qo'zilar ekan akalar. İşlerini görürsün. Yedi koylar. Ay yeb turibdi. Necha puldan boshlanyapti narxi? 5 kam bor deyapmiz. 3 kelbasi. 5 3 milliondan 5 milliongacha? 3 milyondan 4,5gacha. Ha, 3 milliondan 4,5 milliongacha qo'ylarimiz bor ekan akalar. Bulardan yana bor ko'pi? Bularda yana bormi uyda? Bor uyda. Yeb ichishlari xudo qolsa yeb turibdi. Ikkalada bir 15. Yeb tursa ham bir haftaga savol javob bo'laveradi, yeb ichishlari. 15 kunga. 15 kunga garantiya beraveramiz aka qo'ylarga akalar. Bular oxir emas, uyda yana xudo qolsa bulardan ko'p ekan. 5 ta baqilayotganlar. Baqilayotgan katta qo'chqorlar ham bor ekan. Qizni qanday nomer beraveramizmi? Ha, 77lik. 77lik. 404. 404 71 71 nomerlarga aloqaga chiqib, ukamiz o'zidan, akamiz o'zidan qolgan ma'lumotlar olinadi. Onlayn savdolari bor. Dastlabkasi qayerga chiqadi buni? Ha. Qayerga chiqadi? Dastakasimi? 6 ta nimaga? Vodiygami? Ha, 6 vodiga chiqtiramiz. Butun vodiy bo'lib chiqaveradi ekan unda akalar. Bozorlarni bersin. Hop, Akalar, xudo xolasa ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha sizlarga manfaatli qilib yetkazishga harakat qildik. Qo'yiladi ma'lumotlarni. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, akalar bitta-bittadan layklarni bosib, kanalga obuna bo'lmasdan kuzatgan akalarimiz kanalga obuna bo'lib qo'yasiz, chunki manfaatli videolar Mahmud o'z kanalida davomiy bo'lyapti. O'tkazgan vaqtingizga rozi bo'ling akalar.